Menga qarang dadasi, men bitta narsani o'ylab qoldim-da. Endi bu yog'iga meni har bitta qilgan ishim uchun siz menga pul to'laysiz. Ha endi mushugam hozir oftobga tekinga chiqmaydi-ku. Ha, shunaqami? Qay hisoblar qo'ychi? Nech pul berishim kerak senga? Ovqat pishirishim 100 ming, kiyimlaringizni dazmollab qo'yishim 200 ming, uylaringizni tozalab berishim 500 ming, bolalaringizga qarashim 300 ming. Ha, hozir yana 1 minut. Kiyimlarimni har doim prezidentsi kapsulalarda yuvdingiz. Bunga ham borib kelish bor. Mayli yo'l kiraga 50 ming, yuvganimga mayli 100 ming. Shunda bir haftasiga 1 million 200, $100 tushibdi-da. Xuddi shunaqa. Erim bo'lganingiz uchun sizga skidkasi bilan. Xullas dajonam tu gapni eshit. Taksinga oyiga 200 ming so'm rasxod qilaman. Yeb ichishingga 400 ming so'm rasxod qilaman. Kosmetikingga $100 rasxod qilaman-da. Uni qara, vobshe kissaga to'g'ri kelmayapti. Jami oyda hisoblagani qancha tushyapti? 200, 300, 100, qarang, vobshe ko'payib ketyapti-da. Ammo hozir o'ylab ko'rsam, xotin kishi erini rozi qilish kerak ekanda. Shunga qo'ying bu narsalarni, bering, kiyimlar sikir bo'lib qopti-ya, yuvib qo'yaman. Prezidentsi yangi kapsulalarni olib kelgandim.